O'zi ko'zingiz tagida peshonalaringizda ajillaringiz bor. Shuni yo'qotishni xohlayapsiz, lekin retinol ishlatishga qo'rqyapsizmi? O'zi rostdan ham effekt berarmikan deb o'ylayapsizmi? Даже retinol ishlatishni xohlasangiz ham qanaqa qilib ishlatishni bilmaysizmi? Videoni oxirigacha ko'rsangiz retinol haqida hamma sekretlarni ochib tashlaman. Birinchidan, retinol kimlarga mumkin emasligi haqida gaplashamiz. Homiladorlarga, emiziklilarga, yuzini barirasi buzilganlarga, sal narsa sursa qichishib, ayishib ketadiganlarga va kuperozi borlarga umuman mumkin emas. Ikkinchidan, qanaqa qo'llanishini ko'rib chiqamiz. Agar oldin retinol ishlatmagan bo'lsangiz, eng past foizligidan boshlaysiz. Sxema bo'yicha ishlatasiz. Birinchi haftada, bir haftada 2 marta ishlatsangiz bo'ladi. Shu sxemadan ko'rsangiz bo'ladi qanaqa ishlatishi. Retinolni faqat kechasi ishlatish kerak, kunduzi ishlatish umuman mumkin emas. Kechasi retinol ishlatganingizdan keyin orqasidan namlantiruvchi krem ishlatishingiz shart. Retinol ishlatishni boshlaganingizdan keyin kunduzi SPF surishingiz shart. Agar SPF surmaydigan bo'lsangiz, retinol ishlatmay qo'ying. Uchinchidan, retinol nimalar bilan birga qo'llash mumkin emasligini ko'rib chiqamiz. AHB kislotasi va vitamin C ni retinol bilan birga bir paytda qo'llash umuman mumkin emas. Agar shu qoidalarga amal qilib retinolni muntazam surishni boshlasangiz, yuzingizda o'zgarishlar bo'layotganini ko'rib, o'zingiz xursand bo'lasiz. 3 oydan 6 oygacha rezultat seziladi. Ishoning, retinol universal modda yo'q. Ha, u rostdan ham effekt beradi. Ajinlarni yo'qotishga, poralarni qisqartirishga, dog'larni ketkazishga zo'r yordam beradi. Faqat retinolni qoidasi bilan ishlatsangiz bo'ldi. Keyingi videosimda ko'zingiz tagiga qaysi retinoldan surish mumkin, yangi boshlovchilar qaysi retinoldan boshlagani yaxshi, hammasini rasmi bilan, brendlari bilan video reels qilib beraman. Meni yo'qotib qo'ymaslik uchun podpiskani bosib qo'ying.